Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan Awazining kündilik xəvərlər proqramımıza xoş gəldinglar. Xəbərlərimizni yoqtirib görüşünglarni ümid qilamiz. Men Muhammad Azad. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bo'lsin. Xalqaro jamoat fikrining Sherqiy Türkistondagi andishiga soldigan majburiy emgak masalasiga qarata Yevropadagi bir qism parlament a'zolari yaqinda Yevropa ittifoqi kishilik huquq va demokratiya harakat planini yo'l qo'yib, atalmış Şinjan Uyghur Abnum rayonluq Xitoy Kommunistik Komitetining sekretari Chuan'gogha birinchi jazo tizimiga kirgizishga chaqirdi. Fransiya hukumati Xitoy Kompartiyasining majburiy emgak va kishilik huquq masalasidagi va'dasini astoydillik bilan tekshirib aniqlash kerakligini o'tirib qo'ydi. Amerika 19 yanvar kuni rasmiy holda Xitoy Kompartiyasining Sherqiy Türkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon xalqiga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini jakarladi. Yevropa parlamentida Fransiya parlament a'zosi Rafael Giloksiman Yevropa ittifoqining Yevropa nusxasidagi Magnitskiy qonunidan foydalanib, Xitoy Kompartiyasiga jazo yurgizishga chaqirib, atalmış Şinjan Uyghur Abnum rayonluq Xitoy Kommunistik Komitetining sekretari Chuan'goghaning ismini alohida tilga olib, uning Yevropa ittifoqining tunji jazo nishoni bo'lishi kerakligini bildirib, kishilik huquqqa daxli ta'ruz qilish jazo mexanizmidan to'liq foydalanish kerakligini. Hozir Uyg'urlarni bevosita bostirishga mas'ul bo'lgan Chuan'goghaning jazolanishga tegishli bo'lgan tunji jinoyat ekanligini, Angliya va Kanadaning Uyg'ur mahsulotlarini bozorda ishlatishning jazo mexanizmi tuzganligini, boshqalarning o'xshash jazo tuzumi qo'llanishining navbatdagi vaziyatda intayin muhimligini ta'kidlagan. Yevropa birlashmasi o'tgan yili Dunyo kishilik huquq kunidan ilgari Magnitskiy qonunining Yevropa nusxasi deb atalgan Yevropa birlashmasi kishilik huquq va demokratiya harakat planini ma'qullab, dunyo miqyosida kishilik huquqni dafsanda qiluvchilarga jazo yurgizmoqchi bo'lgan. Bu yangi jazo tuzumi a'zo davlatlarning hammasi qo'shilganda ondan kuchga ega bo'ladi ekan. Yevropa ittifoqining tashqi va bexatarlik siyosati yuqori vakili Josep Borrell ayni vaqtda hech qanday bir davlatning Magnitskiy qonuniga asosan jazo tizimini o'tirib qo'ymaganligini, amdilikda Chuan'goghaning kuchli ovozda o'tirib qo'yilganligini eskartgan. Yevropa birlashmasi o'tgan yili 30 dekabr kuni Xitoy Kompartiyasining raisi Xi Jinping bilan mablag' selish kelishimi imzolagan. Angliya va Kanada bu yil beshida Sharqiy Turkistondan majburiy emgak kuchidan ishlab chiqarilgan tovarlarni import qilishni cheklaganligini e'lon qilgan. Yevropa parlamenti Yevropa ittifoqining Uyg'urlarning taqdirini iqtisodiy manfaat uchun qurbon qildi deb ayblagan. Kelishimda Xitoyning va'dasiga amal qiladiganligi va majburiy emgakka qarshi turishga beg'ishlangan xalqaro ahdinomini tasdiqlaydiganligi aniq yozilmagan bo'lsa-mu, Fransiya o'zining bunday mablag' selish kelishimini qat'iy qabul qilmaydiganligini bildirgan. Yevropa ittifoqi vaqt jadvaliga asosan Xitoyning bergan majburiy emgak va kishilik huquq to'g'risidagi va'dasini astoydillik bilan tekshirib dalillaydiganligini. Bo'libmi Fransiya 2022-yili Yevropa ittifoqiga riyosatchilik qilgan mezgilda Yevropa Xitoy mablag' selish kelishimining ilgirlash ahvoli to'g'risida doklad berdiganligini ta'kidlagan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompېيو Aqsaroydan ayrilish arifasida Uyg'urlar uchrayotgan ijtimoiy fojianing irqiy qirg'inchilik ekanligini jakarlash bilan birga o'zining Xinjiangdagi qirg'inchilik temasidagi bosh maqolasini Washington pochtasi gazetida e'lon qildi. 19 yanvar e'lon qilingan bu bosh maqolada Mike Pompېيو Xitoy Kompartiyasining 1950-yillardan tortib Uyg'urlarga zulm qilib kelayotganligini, ammo shuncha uzungacha Amerika hukumatining bu masalaga sal qarab kelganligini tanqidlab, biz sukut qilganligimiz uchun Xitoy bakla hadidlashib ketdi. Hamda buningga davomli yo'l qo'yishga bo'lmaydi deb ko'rsatib, nima uchun Amerika hukumatining Uyg'urlar duch kelayotgan navbatdagi siyosiy bostirish harakatini irqiy qirg'inchilik deb bekitishidagi sabablar haqida tafsiliy tushuncha bergan bo'lib, uning necha yillarga so'zilgan zo'r ko'lamli tekshirish hamda ko'plagan moddiy isbotlar asosida yakunlangan xulosa ekanligini alohida eskartgan. Bo'libmi Xitoy hukumatining necha millionlagan Uyg'urni lagerga qamashdan sirt, yana ularni ruhiy va jismoniy jihatdan inson bardoshtlik bermaydigan darajada qiynashi, lager sirtida bo'lsa Orwellchi uslubdagi qattiq nazoratni ijro qilishi, shuningdek Uyg'ur qiz-cho'kanlarni majburiy tug'mas qilib etishi, ularni Xitoylar bilan to'y qilishga majburlashi, Uyg'ur go'daklarini ota-onalardan judo qilish deganlarning hammasi o'rta qalda Uyg'urlarni tub yiltizdan yo'q qilib etishda qabih maqsadni ko'zlaganlik haqida tafsili to'xtalgan. Amerikada Joe Baydin boshchiligidagi yangi hukumat ish boshlash arifasida Amerika hukumatining bunday bir davr bilgish qarorini elishi butun dunyodagi har qaysi cho'ng axborot vositalaridan keng ko'lamli tashviq qilindi. Shundaqla buning Amerika-Xitoy munosabatining kelgusi taraqqiyotida aktiv rol o'ynaydiganligi taxmin qilinayotganligi ma'lum. Amerika hukumatining 46-navbatlik prezidenti Joe Baydin 20 yanvar kuni Washington shahridagi marosimda qasam berib rasmiy vazifa topshirib oldi. Yangidan saylangan Joe Baydin va muavin prezident Kamala Harris an'anaviy qoidalar bo'yicha Injil tutib turib qasam berdi hamda o'zlarining Amerika xalqi uchun xizmat qiladiganligini, ko'plagan masalalarda ilgariki asos bo'yicha yangilik yaratishga kuch sarf qiladiganligini bildirdi. Aqsaroyga ko'chib kirgan kunning o'zida prezident Joe Baydin virus, yordam puli tarqatish, ko'chmanlar masalasi qatorliq temalar bo'yicha
17 türlük icroiya buyrug'iga imzo qo'ygan. Bo'libmi uning qonunsiz bo'lib qolgan ko'chmanlarni Amerikaning an'anaviy qimmat o'lchami bo'yicha yangi hayotlik makoniga ega qilish haqidagi va'dasi millionlagan kishilarning olqishiga erishdi. Shuning bilan bir vaqtda Amerika prezidenti Trump Birlashma baza universitetida vazifasidan ayrilish marosimi o'tkazdi. Prezident Trumpning nurg'un qo'llag'uvchilari va 200 dan ortiq ofitser va askar xo'shlashish marosimi qatnashgan bo'lib, 21 miltiqlik salom va murosim atritidagilar uzatish o'yinini o'rinlagan. Prezident Trump oxirgi qitim havo armiyasi 1 nomli prezident aeroplaniga o'tirib Florida qaytgan. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan agar millat bo'lib sifatimiz bilan bizning bir madaniyat da'voyimiz bo'ldigan bo'lsa, uni oldi bilan turkchadan boshlashimizga to'g'ri keldi dedi. Erdoğan Cumhur Reislik Mahkamasida o'tkazilgan Madaniyat va Sayohat ishlari ministrligining 2019 va 2020 yillik alohida mukofotlari yig'inida so'z qilib, tilga ega chiqmagan, tilini taraqqi qildiramagan millatlar yiltizlar qurib ketgan daraxtlarga o'xshash shamol chiqqanda o'rilib tushishga mahkum bo'lganligi, nurg'un sohalardagi mushkulotlarning negizi til ekanligini, tilga loyiq diqqat va ahamiyat bermay turib, boshqa masalalarda ilgirlash hosil qilolmaydiganligini alohida ta'kidlab, agar millat bo'lib sifati bilan o'zining bir madaniyat da'vosi bo'ladigan bo'lsa, uni oldi bilan o'z tilidan boshlashiga to'g'ri keldi deganlarni so'zlarda eskartgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.